Assalomu alaykum azizlar. Qulupnay, pomidor, apelsin, uzum kabi mahsulotlar iste'molidan so'ng bemorlarda astma, to'rvoq, ya'ni eshak yemi, allergik rinit, allergik rinosinussit, burun poliplari kabi kasalliklar avj olishi mumkin. Bu holatlar ushbu mahsulotlar tarkibidagi salitsillatlar bilan bog'liq hisoblanadi. 1897-yilda Felix Hoffman tomonidan birinchi marotaba asil salitsillat kislota sintezlandi. Keyinchalik bu modda aspirin nomi bilan sotuvga ham chiqarildi. Bu og'riq qoldiruvchi preparatlarning birinchi vakili edi. Keyinchalik boshqa og'riq qoldiruvchilar ham sintezlandi. Vaqtlar o'tishi bilan shu narsa ma'lum bo'ldiki, aspirin og'riq qoldirish va isitma tushirishdan tashqari astma, allergik rinit, allergik rinosinussit, burun poliplari, eshak yemi, to'rvoq kabi kasalliklarga sabab bo'linishi kuzatila boshlandi. Bu holat aspirindan boshqa og'riq qoldiruvchilar ichganda ham kuzatilishi mumkin. Jarayon esa siklooksiginaza 1 bloklanishi va arachidon kislota sintezi buzilishi bilan bog'liq. Natijada bronxlarni kengaytiruvchi prostaglandin E2 o'rniga bronxlarni toraytiruvchi leykotrinlar hosil bo'ladi. O'tkir reaksiya aspirin ichgandan so'ng 30-180 minut ichida yuqori va pastki nafas yo'llari allergik reaksiyalari ko'rinishida namoyon bo'la boshlaydi. Burun bitishi va oqishi boshlanadi. Keyin esa xirillash, yo'tal va hansirash kuzatila boshlaydi. Bemorlarning bir qismida esa terini gilamsimon qizarishi, eshak yemi, ko'z qovoqlar shishishi, oshqozon ichak belgilari, dispeptik ko'rinishlar, pankreatitlar, ko'ngil aynishi, qayt qilishlar, oshqozon ichakidagi og'riqlar kuzatilishi mumkin. Aspiringa yoki boshqa og'riq qoldiruvchilarga nisbatan bunday simptomlarning rivojlanishi aspirinning dozasi bilan bog'liq. Bu doza turli odamlarda turlicha bo'lib, o'rtacha 10 mg dan 300 mg gachani tashkil etadi. Lekin 95% bemorlarda aspirinni 60 mg qo'llaganda simptomlar paydo bo'ladi. Aspiringa nisbatan astmasi bor bemorlar esa boshqa turdagi astmasi bilan og'riydigan bemorlarga nisbatan 5 barobar ko'p dori qo'llashadi. Astmani bu turi bilan og'rigan bemorlarda nazoratsiz astmalar 2 barobar ko'p, og'ir astma xurujlari 60% dan ko'proq, tez yordamga murojaatlar 80% dan ko'proq, kasalxonaga yotqizishlar esa 40% dan ko'prog'ini tashkil etadi. Aspiringa allergiyasi bor bemorlarda burun kasalliklari, ya'ni burun bitishi, yuzdagi yanoq sohasidagi og'riqlar, burundan suv oqishi va postnazal drip sindromi ko'rinishida kechadi. Hid bilishni pasayishi yoki butunlay yo'qolishi mumkin. Asosiy xarakterli jihatlardan biri aspiringa allergiyasi bor bemorlarda burunda poliplar ko'p uchraydi. Ko'pincha operativ aralashuv bilan burundagi poliplar olingandan so'ng qisqa vaqtdan keyin yana qayta poliplar paydo bo'ladi. Burun shilliq qavati shishganligi, burundagi poliplar, burundagi shilimshiq yiringli ajralmalar ko'riladi. Kompyuter tomografiya tekshiruvida esa burun bo'shliqlari kuchli soyalangan va kengaygan ko'rinadi. Aspiringa allergiyasi bor bemorlarda tashxis asosan kasallik tarixini so'rab surishtirish va maxsus testlar orqali qo'yiladi. Davolash aspiringa allergiyasi bor bemorlarda imkon qadar og'riq qoldiruvchi preparatlarni qo'llanmaslik zarur. Aspiringa allergiyasi bor bemorlarda diklofenak, indometasin, ibuprofen, ketoprofen, ketorolak kabi og'riq qoldiruvchilarga ham allergiya xavfi yuqori bo'ladi. Parasetamol, nimesulit, meloxicam kabi og'riq qoldiruvchilarga nisbatan allergiya nisbatan kamroq uchraydi. Aspiringa allergiyasi bor bemorlar uchun selekoksib va rofikoksib kabi preparatlar xavfsiz hisoblanadi. Endi o'zida ko'p miqdorda tabiiy salitsillatlar saqlovchi mahsulotlar haqida to'xtalib o'tamiz. Bularga hamma konserva mahsulotlari, kolbasa, vetchina, sosiskalar va pivo va alkogol mahsulotlari kiradi. Shu sababli aspiringa allergiyasi bor bemorlar ushbu mahsulotlardan uzoq yurishi kerak. Tabiiy mahsulotlardan esa olma, o'rik, shaftoli, greypfrut, limon, uzum, qovun, olxo'ri, qulupnay, malina, smorodina,
bodom, kartoshka, pomidor, bodring, murch kabilar ko'p miqdorda tabiiy salitsillat saqlaydi. Bulardan 100 gram pomidorda 1,2 mg-gacha, qulupnay 5,4 mg-gacha, uzum 1,3 mg-gacha, apelsin 2 mg-gacha, malina 4,4 mg. Ya'ni ushbu mahsulotlar eng ko'p tarkibida salitsillat saqlaydi. Organizmga tushgan salitsillatlar 12-24 soatgacha organizmdan chiqariladi. Aspiringa allergiya yuqorida aytib o'tganimdek doza bilan bog'liq. Shuning uchun yuqoridagi mahsulotlarni iste'mol qilishda me'yorga amal qilish zarur. Tarkibida salitsillat saqlovchi tabiiy mahsulotlarni, pomidor yoki qulupnay kabilarni ko'p miqdorda iste'mol qilgandan so'ng tarkibidagi salitsillatlar tufayli yuqoridagi astma yoki to'rvoq kabi allergik reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Aspiringa allergiyasi bor bemorlarni davolashda astma, allergik rinit, eshak yemi kabi kasallarni davolash kabi bir xil hisoblanadi. Rahmat, sog' bo'linglar.